Alisher Navoiy nomidagi kutubxonaning old maydonidamiz. Bu yerda prezident archasi qad ko'tardi. Go'zal va tarovatda turgan archaning umumiy balandligi 35 metr, karkas diametri 13 metrni tashkil etmoqda. Metall konstruksiyaning dastlabki og'irligi 7,5 tonna bo'lgan bo'lsa, bezaklar va sun'iy archa yaproqlari bilan birga 18,5 tonnaga yetdi. Archani bezashda 33 ming dona o'yinchoq ishlatilgan. Yoritish tizimi 220 ta girlyanda, 1512 dona yonuvchi bezak, 1440 dona shar va 150 dona marjonlardan iborat. Archaning eng yuqori qismiga 1 dona yulduz o'rnatilgan. Maydonning umumiy hududi 1,3 gektarni tashkil etadi. Asosiy archadan tashqari bu yerda 4 dona kichik archa ham o'rnatilgan bo'lib, ularning balandligi 6 metrdan iborat. Ayni paytda maydonda qurilish va yasatish ishlari jadal olib borilmoqda. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, archa o'z mehmonlarini 25 dekabrdan qarshi oladi.